Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, Persep ishqibozlari. Mini traktor uchun tayyorlangan Persepimiz tayyor bo'ldi ishga. Elektr montajlari ham 100% tayyor bo'ldi, silindr shlanka montajlari ham hammasi tayyor bo'ldi. Persepimiz bortlar to'ralasi ham ochilib olinadi. Borti balandligi 38. Perslar hisobini olinib, shuna 38 atrofida chiqyapti, 38 atrofida. Persepimiz razmeri eni 2 metr, uzunligi 4 metr. Mini traktor uchun tayyorlangan Persep. Bu Persepimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida tayyorlangan Persep. Kraskalarni sepib qo'ydik, chiroyli qilib. Kraskasiga ham bitta baho berib qo'yasizlar. Mana bortlari ham to'ralasi ochiladi, olinadi. Mana bortlar ochiladi, hammasi olinadi. Kabel montajlari ham bo'lgan, shlanka montajlari bo'lgan. Kabel montajiga chaqib qo'yganmiz, xudo xolasa. Bu Persepimiz ishga tayyor. Xudo xolasa ertaga egasiga jo'natamiz. Videosini qo'yamiz buni ham. Kimga qanday Persep kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Nomerlarimiz 99lik 970 2204. Shu nomerlarimiz 24 soat ishlaydi. Aloqa chiqaverasizlar. O'zbekiston 12 ta viloyatdan zakaz qabul qilib, zakaz bo'yicha yasab beramiz akalar. Bort kerak bo'lmasa, bir sezonda bortni shuni olib qo'yasizlar. Ishni qilaverasizlar. Blok tashisa ham bo'ladi, pena blok, qurilish materialini tashisa ham bo'laveradi. Tagiga tekis qalinlikdan bosib berdik. Sizlarning yaxshisidan. Bort ham hammasi ochiladi akalar. Mehnatimizga bitta like bosib qo'yaverasizlar, kommentariy yozib. Qalay chiqdi akalar, nima deysizlar? Bo'laveradimi? Listlari ham qalin, tekis listdan bosib berdik. Bemalol bortlarni bir kishi o'zi olib qo'yaveradi. Yengil chiqqan bortlar ham ishlashlari. Bu joyi nimaga qo'yilgan? Kim biladi? Yozib qo'yarsa kommentariyaga bilganlar. Zashorkalari ham juda ham mahkam yoqadi. Biz manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani, Yangi Qo'rg'on. Yig'laslar yopilaveradi. Atir-jatirlari ham chotki bo'ldi. Persep rangiga birga bir mos tushyapti. O'slarimiz rossiyskiy birovoy turba, balonimiz Cobalt Continental balon. Diskalarimiz stupitsamiz 20 metr bo'lgan ekan. Risollarimiz 9 talik pachka risollar. Xohlasa, kimga shunday Persep kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar akalar. Ertaga bu Persepimiz ham bitadi. Bu Persepimiz ham bitadi. Listlarimiz zakotobkasi tayyor, kesib qo'yganmiz. Svorka qilamiz, kraska qilamiz. Svorka qilamiz, kraska qilamiz, xullas bitadi akalar. Kimga qanday Persep kerak bo'lsa, nomerlarga aloqa chiqaverasizlar. 99lik 970 2204. Perseplarimiz narxlari oxirida aytamiz har doimgidek. 70 million so'mda yasab turgan Persepimiz narxini tushirib 19 million qilib qo'ydik. 65 millionlik Perseplarimizni narxini tushirib 17 million qilib qo'ydik. 55 millionlik Persepimiz narxini tushirib buni 17 million qilib qo'ydik. Aloqa chiqaverasizlar. Sizlarga ham shundan narxda yasab beraveramiz.